Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mehribon aka-uka, opa-singillar. Albatta kimningdir jahliga tegib gapirishi mumkin, kimningdir jahliga tegmasligi mumkin. Bu gaplarimni izohlab o'tib ketishlaringizni albatta so'rayman. Mening bu internetga qilayotgan murojaatim, ya'ni mana bu davlat xodimlari, aytaylik, o'sha gaishnikmi, kim o'sha boyagiday mansabdorlarmi, haligi lalidorlarmi, kim deydi, nima o'sha hali tepada o'tirganlarga shu prezidentimiz bir chiroyli gaplashsa shular bilan. Mana ko'zimni oldida bugun 20 nechinchi chislo bugun? 24-iyul, 5-kun juma kuni. Ko'zimni oldiga 4-5 mashina avariya bo'lib ketdi. Sababi peshoxodni qo'yib yuboraman deb. U peshoxodga bo'lsa svetofor qo'yilmagan. Keyin u mashinalarning panasidan bir ayol kishi, endi u ayol kishida ko'z bor, aql bo'lmasa biz aybdor emas-ku. Shu o'tayapti, qaramayapti-da, mashina kelyaptimi yo'qmi, to'xtaydi kerak bo'lsa degan xayolda. Miyasi qurtlaganmi bunaqa odamlarni, hayronman. Ayolmi, erkakmi farqi yo'q. Jon kerakmi, qaralaring, ko'chaga. Qarash kerak. Azizlar, qarash kerak. Jahlim chiqadi, gapira olmayman endi. Baribir o'zbekmiz, aka-ukalar, opa-singillar hammasi bor. Bilmayman, shu ko'rsatilgan tezlik 55-60 ta kelyapman. Yaxshi ham ko'rib 10 metrcha qoldida reski tormozni bosib qoldim deyman. Meni yosh bolam orqada kelyapti, chunki men bansaga shoshyotdim. Nimaga siz aziz yurtdoshlar, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi insonlarga tegishli bu gapim. Unutmangizlar. U ko'chadan o'tyapsizlarmi, avariya bo'lishi mumkin. Peshoxod svetofor qo'yilmagan bo'lsa, u yoqdan boshqa mashina tez kelib qolishi mumkin, yo'l ochiq turgan bo'lsa. Qarab o'tinglar, barakat topkurlar. Shu uradi oyingizga tiqib yuboradi-da, qaysingizni bo'lsa ham, kimdir bo'lsa ham. Shu nargi dunyoga birdan ketib qolasizlar. Shuning uchun ko'z bor sizlarda, ko'zlaring bilan qaranglar. Mana bugun bir xudo boqdi-da, men shunday tormoz bosib qoldim. Har kuni ertalab xudo deb chiqaman ko'chaga. Men ham shoshib ketyapman. Bor 5-6 ta palakatlar, hali ular ham qo'shtirnoq ichidagi odamlar. Bir normal mashina hayday olmaydi haligi. Kecha pravani olib, haligi nima deydi? Ikkita ko'zi burniga qaragan, quloqda telefon, o'zi bo'lsa hayoli enasini amida, qo'pol bo'lsa ham. Yo'q bo'lmasa bilmayman o'ynashini amidami, onang diskaylar biladi. Shunaqalar avariya qilib tashlaydi, yo bir narsalar qilib tashlaydi-da, asabga tegadi biladi. Ko'chada yura olmaydi biladi. Biz 25 yillik shopirmiz, mashinada yuribmiz, xudoga shukr. Shu paytgacha shunaqa holat bo'lmagan, bo'lmasin ham bu yog'iga. Normalni haydanglar, mashinangizni. Xafa bo'lmanglar. Men bu so'kayotgan bo'lsam, qo'shtirnoq ichidagi ba'zi bir darmayetlarni so'kayapman. Mana davlatimiz o'sha ba'zi bir o'sha amaldorlar, nima qonundorlarmi, kim nima deydi, men tushunmayman. Svetofor qo'yib beringizlar. Xalqani o'lib ketmasin bechora, erkakmi, ayolmi, nima farqi bor? Svetofor qo'yib beringlar, bir odamlar svetoforda bossin, qizil yonsin, undan keyin hamma to'xtaydi, ko'tini qisib, majbur to'xtaydi. Nima keragi bor kamerani qo'yib tashab? 60 joydan 61 o'tib ketsang ham ish taraf kelaveradi, bal bilan qo'shilib. Nima bo'ladi bu? Qanaqa hayot bo'ldi bu? Butun dunyoda yo'q qonun, faqat O'zbekistonda. Sal bir yoqbaqa qarab oringlar, shunday mayli ish taraflaring kelyapti, ballaring kelyapti. Hamma ko'tini qisib haydayapti, bir tomonlama to'g'ri, ikkinchi tomonlama aytaylik bir svetoforlaringga, peshoxodlaringga hamma joyga svetofor qo'yib tashanglar, barakat topkurlar. Shopirlar ezilib ketyapti, bitta men emas, qolganlar ham, onasini hamsin odamlar tirikchilik qilaman deb ko'chaga chiqadi ancha-munchasida, taksay deydi, boshqa qiladi. Agar meni gapim noto'g'ri bo'lsa aytinglar, amaldorlar, gaishniklar, kattalar gapiringlar, bu tepaga yetib borsin, vazirlikka qaqa bo'lsa ham. Odam jahli chiqib ketadi-da, bir bunday o'ylab qarasalaring, qayerda bir ongi yo'q odam
peshoxoddan o'tishi mumkin, qaramasligi mumkin, mashina kelyaptimi yo'q, umuman qaramasligi mumkin. Unda mayli ong yo'q ekan, farosat yo'q ekan. Bechora kelib shopir uraversa, oyisiniki tiqib oladi. Ancha-munchasini. Nima qamalib ketish kerakmi bitta oilaning erkagi yo bir normal inson? Mayli, unday insonga o'sha sizlarning organ xodimlaring ham bo'lishi mumkin. O'sha vazirlikdagi odamlaring ham bo'lishi mumkin. Shunday odamlar urib ketish yoki bo'lmasa bir hokim bo'lishi mumkin, urib ketishlaring, yo bir oddiy odam bo'lishi mumkin, yo bir taksiz bo'lishi mumkin. Bir qurib beringlar. Bir svetofor shunaqa peshoxodlarga ko'tlaringdan chichib yemasdan hamma pulni. Normalni qilib beringlar, iltimos sizlardan. Davlat xodimlari bu gapim prezidentga yetib borsa juda ham zo'r bo'lardi. Mana shu prezidentimiz mana shu xalqqa qancha возможность yaratib beryapti. Возможность yaratib bergandan keyin qilish kerak-da. Qilib beringlar, xalqqa yaratib beringlar deyapti. Qilib beringlar, biladi, bunday odamga o'xshab odamlar yashasin, Yo'q joydan odamlar qamalib ketyapti, nechtasini ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Bu birinchi gapim. Ikkinchi gapim, ana bu velosipedga o'xshagan skuter minib yuribdi, hamma dastavchilar, osh bo'lsin, omadinglarni bersin. Aka-ukalar, opa-singillar, yoshlaringiz juda yoshda, ko'pchiligingiz. Kattalar ham bor, ko'ryapmiz. Aziz yurtdoshlar, o'sha dastavkada yurgan mehnatkash aka-ukalar, opa-singillar, tog'alar, jiyanlar, sizlardan iltimos, yurtdoshlar. Streshkada yurmanglar, mana mashin kelyapti, nechtasini o'tgan kun mana bu olim polvonning oldida o'tgan kun emas, bir oydan oshib qoldi. Bir kamas tuyrab o'tib ketdi, bola numasdan olib ketdi bola. U ham birovning bolasi. Farosatlaring bo'lmasa nima qilasizlar? Naprotiv divizionaga haydab. O'zlaring yo'llaringga yuringlar, yurganda ham mamnaq qilib yurasizlar. Hindistonliklar ham mana shunaqa ekan. Hindistonliklar ham mana shu yerda shunaqa qilib yuribdi. Bir ko'zlaringni ochinglar, insonlar, barakat topkurlar. Yomon opasini haydaysizlar. Qisibgina haydanglar, uylaringda ota-onalaring kutyapti. Bolalaring kutyapti qaysingizdir. Qaysingizdir uylanishingiz kerak. Qaysingizdir ota-onangiz kasaldir, balkim shularni boqyapsiz. Pul topayapsiz, ishlayapsiz. Qisib yuringlar, barakat topkurlar. Bu ham ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi ana bu farosati yo'q, o'shanaqa skuter haydaydiganlarga tegishli. Xafa bo'lasanmi, boshqa bo'lasanmi? Primoy o'zimga kommentariyaga yoz, javob beraman liboyinga. Men o'sha xalqni o'ylab gapiryapman, aka-ukalar. Insof bersin hammangizga. Boyagi iminni qo'shtirnoq ichidagilarga. Barakat topkurlar, yo'l qoidasiga rioya qilingizlar. Ancha-muncha shu davlat qilib berdi, ancha-muncha yo'l qoidasini chiroyli qilib, to'g'ri. Ancha-muncha noto'g'ri nimasi ham bor. Haligi peshoxodlar qo'yib tashagan, lekin svetofor yo'q. Lekin buni ham talab qilib so'rayapmiz mana prezidentimizdan. Bu qachon biz madaniyatga kiramiz? Qachon bir yana bir 10 yil ketadi-yu menimcha. 10 yilgacha bechora bir kambag'allar qanchasi qamalib ketadi-yu. Qonunni hurmat qilinglar, insonni hurmat qilinglar, barakat topkurlar. Ertalab kimdir taksiga chiqadi, bola chaqamni boqaman deb. Yaxshi niyat bilan chiqadi. Borib bir peshoxoddagini urib ketadi. Reski to'xtab qolasizlarmi? Chunki sabab peshoxodda svetofor yo'q. Ana u peshoxodda o'tadiganlar hammasi prav, вообще-то. Ongi bori ham o'tadi, ongi yo'g'i ham o'tadi. U peshoxoddagilarda ayb yo'q deydigan bo'lsak, ayb qonunda-da, ana davlatda odamlar hali svetofor qo'yib berish kerak. Knopkani bosadi, qizil yonadi, odamlar o'tib ketadi, keyin mashinalar to'xtab turadi. Qilib beringlar, barakat topkurlar. Ham skuterlarga ham bir nima deydi? Ogohlantirish beringlar, neto haydaydiganlarni bir to'xtatib, gaylar turinglar. Har bitta svetoforga shuncha militsiya bor O'zbekistonda. Qachon bu odamga o'xshab yashaymiz? Qachon biz bir ko'zimiz ochiladi? Qachon bir nima deydi? Muomala qilib yashaymiz bizlar. Qachon? Bormi bir normalni bir yuragidan o'ti yonib turadigan erkaklar, boyaq ayollar bir nima deydi? Haqiqatdan gapiradigan. Haqiqatdan gapiring, bir-biringizni ko'tingizni kavlamang. Qonun hamma joyda barobar, boshqa davlatda ham shunday. Ko'rib kelyapmiz hammasini. To'g'ri, balkim imkoniyati yo'qdir o'sha qonunning boyagi svetoforlarni qo'yib berish. Qizim, to'xtab tur.
Mayli imkoniyati yo'qdir, davlatning kuchi yo'q qolibdi, kambag'al bo'lib qolibdi. Aziz yurtdoshlar, iltimos, svetofordan qarab o'tinglar, barakat topkirlar. Mayli hali ongi yo'q odamlar bo'ladigan bo'lsa, sal turtib qo'yinglar, ongi borlar orqasidan, sekinroq o't, mashina kelib qolishi mumkin deb. Skuterchilar, sizlar ham iltimos sekin haydanglar, barakat topkirlar. Uyingizda ota-onangiz kutyapti. Har kuni ertalab chiqasizlar, mehnat qilasizlar. Mehnat qilishning aybi yo'q. Tirikchilik qilyapsizlar. Men u narsaga gapirmayapman. Ha, bolam, hozir shoshmay tur. Iltimos sizlardan. Hammangizdan iltimos so'rayman. Agar qo'pol gapirgan bo'lsam, bir so'kinib bergan bo'lsam, jahlim chiqib ketadi. Bugun o'zimda ham shunaqa holat bo'ldi. Xudo bir boqdi. O'shaning uchun jahlim chiqadi. Majbur bo'ldim video qilishga. Ey azizlar, agar bunisi bo'lmasa, unisi bo'lmasa bunisi. Svetofor yo'q bo'lsa, peshoxoddan juda ehtiyot bo'lib o'tinglar. Peshoxod bo'lmasa, peshoxodi bor svetoforni yoqinglar. Bo'lmasa ham, hech narsa yo'q bo'lsa ham ehtiyot bo'lib o'tinglar. Yo'ldan barakat topkirlar. Kecha pravani olganlar bor, haydaydigan, haydalmaydiganlar bor. Mana 5 qo'l barobar emas. 25 yillik shofir bo'lganim bilan yaxshi haydayman, xo'p mayli men. Menga o'xshaydigan, yaxshi haydaydigan 10 ta bordir. Hozirgi yoshlarchi o'sayapti, miyasi ham o'zi ham haligi samolyotda uchayapti. Barakat topkirlar. E'tibor qilingizlar bir-biringizga. Aziz yurtdoshlar, o'zbekmiz. O'zligimizga tushmaylik, azizlar, iltimos sizlardan. Mana shunaqa gapim, meni boshqa gapim ham yo'q, men siyosatga aralashayotganim ham yo'q. Prosta alamim kelib, o'zimizni yurtimizdagi ba'zi bir qo'shtirnoq tushunadigan, tushunmaydigan odamlarga tegishli bu. Ming bor uzr agar qo'pol gapirgan bo'lsam. Lekin prezidentimiz ancha-muncha narsani yaratib berib qo'yibdi. Ana ba'zi bir poraxo'rlar ham bor, ana svetoforni qo'yib beringlar, peshoxod yo'q joylarga. Ming bor uzr agar haqorat qilib qo'ygan bo'lsam. Sog' bo'linglar.